Assalomu alaykum hammaga. Bugungi vlogimda sizlarga bizni Amerikadagi 3-turgan kvartiramizni ko'rsatmoqchiman. Amerikadagi uylar baribir ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Umuman Amerikadagi emas, umuman uy tomosha qilish shaxsan menga ham qiziq. Shunaqa hammani emas, endi конечно tanishlarimni uylarini qo'yishganini, videolarini ko'rsam albatta tomosha qilaman. Dizayni, qanaqa joylashgan, narxi har doim qiziq bo'ladi, ayniqsa har xil davlatlarniki. Bugun sizlarga Amerika Qo'shma Shtatlarining New Jersey shtatida joylashgan townhouse deyiladi. Shunaqa townhouse'larni uyini ichki qismini ko'rsataman. Biz bugun ko'chib ketyapmiz va 2 bedroomli, ya'ni 2 yotoqxonali 2 etaj uyni sizlarga obzor qilib beraman. YouTube tilida aytganda ko'rsatib beraman. Ketdik. Demak, bu kirish eshigi. Tashqaridan kirganda buni o'zimiz o'rnatganmiz, kalitlar osishga. Bu yerga 1 yil oldin ko'chib keldik va 1 yildan keyin ketyapmiz. Mana bu yerga ahamiyat bermaymiz. Hozir Umijon xonasini yig'ishtirib chiqdim. Kirgandan o'ng tarafda zal, oshxona, bu tarafda esa yotoqxonalar. Shuni kirganda mana bu yerda bitta vanna tualet, bu yerda laundry, ya'ni ichida kir yuvish mashinalari bor. Uni ko'rsataman keyin. Jim o'tirib tur bolam. Sutni yoqamiz. Bular hozir pastga tushadi. Pastda ham yana bitta xona bor. Bular ham pastga tushadi. Ahamiyat bermaymiz. Narsalarni uyib qo'yibman. Demak, bu yerda televizor, olov yoqish uchun joy, xontaxta, coffee table deyiladi ingliz tilida, divan, kreslo. Bu yerda narsalarimizni yig'ishtirib tashladik biz, xullas, lekin asosiy og'irlari, ko'tarish kerak bo'lganlari qoldi. Turmush o'rtog'im hozir jo'rasi bilan mashina olib ketgan, keyin tushiramiz. Bu yerda shunaqa chiroyli manzara, bu shahar, bu uy o'rmonning ichida joylashgan. Atrofimiz to'la daraxt. Manzara vobshe gap bo'lishi mumkin emas, to'g'risi. 1 yil davomida bahor, yoz, kuz, qish maza qildik derazadan. Bu bizni uyimizda bor bo'lgan yagona gulimiz, Rayhon opam bergan. Xo'p, endi mana zal kichkinagina, qulay lekin juda ham. Xondoqda men bu yerga qo'yardim, atrofiga ko'rpacha yozib qo'yardim mehmon kelganda. Bu yer pastga tushib ketishsin. Shu taraf yotoqxona, u tarafga keyin o'tamiz. Bu tarafga qaraymiz. Demak, svet yoqadi. Umid pastroqqa bolam. Demak, oshxona qismida bu yerda lashushlar va bularni tozalaganman hozir. Ahamiyat bermaymiz unga ham. Mana shunaqa kattalikdagi choy ichib, ovqatlanib o'tirishga stul. Shunday oshxonaning yonida u taraf zal va bu yerda esa balkon, mana eshigi mana bu ochiladi birinchisi. Manzara ajoyib. Bu yerda biz kiyiklar tomosha qildik. Har xil qizil, kulrang, ko'k qushlar ko'rdik. Olmaxonlar katta kichkinasi mana shu yerga kelardi. Har kuni ertalab ovqat qo'yib qo'yardik. To'g'risini aytsam, bahorgacha ovqat qo'yib qo'yishni esimizga kelmabdi, bilmabmiz. Otam mayda kelganda, otam shu yerda o'tirib, ko'rib o'tirganda olmaxonlar kela boshladi. Keyin aytdi, "Ovqat qo'yinglar qizim bularga" dedi. Har kuni keladi, ovqat qo'ysalaring dedi. Yong'oq, non qo'yib qo'yardik, har kuni kelardi. Keyin otam ketgandan keyin ham telefon qilib so'rardi. "Qizim, olmaxonlaringga ovqat beryapsanmi?" deb. Shunaqa qilib, bu yerda bizni naqamiz, zooparkimiz, hayvonot bog'imiz bo'ldi. Rosa chiroyli manzara bo'ldi, to'g'risi. Qishda ham buni Telegram kanalimda yoki Instagramimga follow qilganlar bo'lsa ko'rishgandir. Juda ham qor yog'ganda, keyin bahorda daraxt ochiladi. Shunaqa chiroyli manzara bo'ldi. Stol qo'yib, chiqib, ovqatlanib, manzaradan enjoy qilib o'tirishga zo'r manzara. Ana u uyning nomeri va plastik idish solishga maxsus ko'k idish. Shu idish to'lgandan ko'chaga maxsus kunda olib chiqib qo'yardik, olib ketishardi. Bu yerda sveti bor. Xo'p. Stol, ovqatlanishga. Bu yer esa mening bu uyni uy qilib turgan eng zo'r joy, oshxona. Buni qarangizlar. Bu oshxonani qaysi ayol orzu qilmaydi? Menga aytingizlarchi. Eng zamonaviy qilib qurilgan. Bu yerda olov o'chirish uchun, bu yerda suvlar turibdi, keyin olib ketamiz. Oshxonani boshlaymiz xolos. Tepada shkaf. Bu yerda esa xolodilnik, qarangizlar qanaqa shkafdek ketgan. Bu ham shkaf, bu yerda esa mikrovolnovka. Bu pastlari to'liq shkaf, mana bu ikkita esa muzlatgich. Mana ichida bitta narsalar bor. Toklar muzlatib qo'ydim. Qolib ketdi.
yeyishga ulgurmadik. Bu yerda muz tayyorlab qo'yadi o'zi. Bunaqani o'zi bu yerda bossak, bu yerdan tushadi-da, muz tayyor bo'ladi. Rosa zo'r edi. Qishin yozin amerikaliklar muzli suvlar ichadi. Biz ham уже amerikalik bo'lib qolibmiz. Men shu yil qishi bilan muzli matcha muzli bir ikkita ichimlikdan ichdim. Oldin umuman muzli narsa icha olmasdim qishda. Lekin hozir rosa tortar ekan. Issiqqina uyda o'tirgandan keyin pasti ham shunaqa. Mana ichkarisi sal sartirifga qilib qo'ydim, narsalarni pastga tushirib, olib ketayotganlarimizni qoldirib ketib, endi bu yerda qoldirmaymiz-u. Bularni tozalashga odam keladi, oshxonani, xolodilnik bilan gazni tozalashga odam keladi va uyni, vanna tualetlarni, xonalarni tozalashga odam keladi. Aytishlaringiz mumkin, voy shuncha pul sarflab nima kerak, o'zingiz tozalasangiz bo'lmaydimi? Xayollaringizni o'tkazishlaringiz mumkin. Mumkin edi, anaqa qilishimiz ham, chunki uy ko'rayotganlaringiz yangi, remont toza, bir maza qiladigan приятный uy, eski, unaqa yag'ir chiqib ketgan uy emas. Demoqchi bo'lganim shu, tozalagandan birdan ish qilganingiz bilinadi. Lekin uy egasi bilan ijarachining, ya'ni bizni o'rtamizdagi shartnomada uyni topshirayotganda deep cleaning servisdan foydalanish, ya'ni yaxshilab tozalatadigan o'sha servisdan, tozalik servisidan foydalanish kerak degan shartnoma bor edi. Biz kelishimizda ham shunaqa deep cleaning qilingan edi bu uy. Endi ketishimizda ham biz o'zimiz shunaqa qildirib ketishimiz kerak va hozir biz narsalarni yig'ishtirib ketganimizdan ular kelishadi. Cleaning service. Ularga aytdim, hamma narsani, oynalarni artamiz deyishdi, gaz, bu men aytdim, buni o'zim tozalayman, buni ishlang shart emas dedim. Chunki bu vashi kirmas edi, mebel. Mana bu yerda qo'l izlari bor edi-yu, ichlari top-tozada, yangi mebellar mana. Umuman bir yog'-bog' hech narsa yo'q. Bir xo'janim akalarimiz tozalab artib chiqdik mebelni, faqat bo'ldi. Gaz bilan anaqani tozalashadi. Oynani ham xo'janim artib chiqdi. Faqat ular uylarni va tualet, gaz, xolodilnikni artishadi, tozalashadi. Xullas shunaqa. Endi qarangizlar, bular ham tortmali shkaflar. Shkaflari shunaqa zo'r ekanki, meni 8,5 yillik ro'zg'orimga kattalik qildi bu. Endi kattalik qildi emas, maza bo'ldi-da, to'lmadi narsalarim. Tepalarini ishlatganim ham yo'q. Katta hamma narsaga mos, bemalol katta kastrullar, manti qozonlar sig'adigan chotki anaqa. Bitta bosasizlar, keyin ochiladi bu mikrovalnovka ham. Uyimga endi o'zbek mehmonlar, amerikalik mehmonlar keldi. Nafaqat o'zbeklar, balki amerikaliklar ham "Wow! Xolodilnik qani, mikrovalnovkang qani? Muncha zo'r" deb ular ham hayron qolishdi. Chunki haqiqatan ham oshxonasini zo'r qildirgan. Uyini shu birinchi va oldingi oshxonasi bunaqa bo'lmagan. Shu bilmayman, ikkinchimi, uchinchi egasi shunaqa o'zgartirgan va bu ishni juda zo'r qilgan. Pastlari ham shunaqa, mana bu yerda qoshiq qo'yadigan joylar, xullas tortmalar. Mana busi вообще zo'r. Qarangizlar, bunaqa ochiladi-da, ikki tarafda bor. Mana bu yerda ham shunaqa bormi? Sizlarga ko'rsatdik, qiziq bo'ladi deb ko'rsatyapman. Cho'zilib ketsa ham video. Mana bunaqasiga ochiladi. Ichiga bu yerga un, pun, shakar, shunaqa narsalar qo'yib qo'yardim. Bu tarafga konservali, bankali narsalarim turardi. Qarangizlar. Zo'ra. Rosa maza, to'rga qiynalib kirib o'tirmaysizlar. Osongina pastdagi ham shunaqa tortiladi. Ichi keng ana. Zo'ra mana past tepa. Xullas, boya aytganimdek gazim toza emas. Endi javoni rasvo emas, endi ovqat pishirilgan gaz. Tepalari mana shkaflar. Katta, mana bu burchak shkafam rosa zo'r. Qarangizlar. Katta narsalar ketdi bemalol. Tepalari ishlatilgani ham yo'q, faqat mana shu birinchi etaj ishlatildi menda. Mana. Tepa ham shkafcha. Bu yerda choylarim turar edi. Endi uyni bo'shatib ko'rsatyapman, xohlamadim hamma narsa ichida o'zimni ko'rsatishni. Ana rakovinasi ham вообще zo'r, mazza edi, keng, katta. Ular hozir yo'lda ketishda uchalamizga suvlar damlab olaman. Iliq qilib shuncha turibdi, sifal. Duxovkasiga gap bo'lish. Uni qaraysiz, 6 talik. Shunaqa mazza, shunaqa keng, alohida kofe uchun kichkinagina mana. Keyin katta kastrulkalar uchun. Alohida ochiladi. Duxovkalarimiz unaqa ham rasvo emas. Mana ichi toza, faqat mana oynalar sal yog' bo'lib qolgan. O'shalarni tozalaydi. Qarangizlar, bitta tepa ochiladi, pasti ochiladi. Buni keyin mana bunaqa material sal kir bo'lsa ham, sal chang bo'lsa ham yomon xunuk ko'rinadi-da. O'zi unaqa kirmas. Prosta hozirroq changli naqa bo'lgan.
Mana shunaqa. Mana bu yerda har xil ziravorlar qo'yish uchun maxsus idish. Buni qaraysizlar, zo'r edi. Ziralarim, hamma narsa, tuzlar shu yerda turardi. Bu tarafga yog' qo'yib qo'yardim mana. Juda ham qulay xullas. Bu yerda shu rakvinaning tagida turadigan tozalash narsalarim turar edi. Mana bu yerda esa men 7 yil orzu qilgan idish yuvish mashinasi. Chunki oldingi kvartiralarimda bunaqa idish yuvish mashinasi yo'q edi. Rosa zo'r ekan, brendi ham, firmasi ham zo'r, Miele. Bu yerda esa chiqindi. Bu yerga paketlar qo'yib qo'yardik. Chotki, motki oshxona. Mana bu yerda mana katta ish qilib shkaf rosa ko'p. Xullas, oshxonamiz mana shundan iborat edi. Sizlarga ham bundan ham zo'r oshxonalar tilayman. Ijara oshxonalar emas, balki o'zingizniki bo'lishini tilayman. Shunaqa qulay. Qaranglar, oshxona o'zi kichkinagina, mana. Lekin shunaqa qulay. Mana vaqt o'zingiz hamma narsani yoyib ishlatishingizga bemalol joy bor-da. Mana bu yerda masalan bemalol qilsangiz bo'ladi. Bu yerga idish quritadigan ham turardi. Shuni qo'yardim. Ichida men bu yerda toster, choyniklarim turardi. Men bu yerda bemalol xamir yoyardim. Mana shu yerda umuman bu yerda toza hech narsa qo'yilmagandi. Bu yerga qo'ymasdim. Xamirlarim tozalab ustida yoyishga zo'r joy edi. Shunaqa o'rtoqlar. Oshxonam yoqqan bo'lsa bitta like. Oshxonam hammaga yoqdi, prям hammaga. Kim kelsa, "Wow!" deb birinchi otam ham kelganda hatto birinchi ishdan kirib oshxonam tomosha qilgandek, qarab hamma joyiga xolodilniking qani deb. Rosa zo'r oshxona xullas. Hammalaringizga bunaqa bundan ham zo'r oshxonalar nasib qilsin. Endi esa yotoqxonaga boramiz. Umid bobo televizor ko'ryapti. Pastga ham bir tushib bir qarab kelaylik, ular kelmasdan oldin kelingizlar. Chunki ular kelsa baribir oldiga tushib chiqormayman. Turmush o'rtog'im jo'rasi ikkalasi bular narsalarni tashiydi. Bir ko'rsating sizlarga hamma. Tada! Hamma tepadan olib kelingan, yig'ishtirilgan narsalar. Bular mana bu ham katta bitta yotoqxona, chunki bu yerda bitta divan bor edi. Uy egasini tanish kelib divanni olib ketdi. Ularga kerak ekan televizorimiz. Mana pastki xona, bu yerda ham bitta vanna tualet bor. Uy, boya aytdim-ku, ikkita yotoqxonali uy. Lekin ikkita yotoqxona tepada, asosiy ikkita yotoqxona. Bu endi garajga chiqib ketish eshigi pastki yotoqxona va uni vanna tualeti mana. Uni o'chiramizda, yana bu yerda qolgan narsalarni ko'rsataman. Bu yer isitish sistemasi uyni. Отопленияmi bir balo. Mana bu yerda ham qanaqa yoqardi. Kladovka bor mana, bemalol kiyimlar ilishga kattagina ichida bir nimalar turibdi, ana shkaf. Juda ham katta bu ham, anchagina narsa egallaydi o'ziga. Bu yerda shkaf ham bor ana. Keyin shu isitish tizimi shu yerda turadi xullas. Bu yer esa garajga chiqib ketish eshigi. Ana, ichkarida mashina turibdi bu yerda. Hozir ular bu mashinani olib chiqib, u katta narsalar tashishga katta mashina shu yerga qo'yishadi menimcha. Bu bizning kambag'alni ko'chganda ko'rmi? Shunaqa yuklarimiz. Hammasi ketishi kerak. Endi tepaga chiqamiz, svetni o'chirib. Bu xona endi ikki xona deganda bu xona hisoblanmaydi, lekin bu yer ham issiqqina, qishi bilan issiqqina bo'ldi. Divanlar bor edi. Ana yerda mana olov yoqish uchun unaqa ham qo'ysa bo'ladi, tepaga televizor qo'ysa bo'ladi. Xullas, biz bu yerda guest room qilib qo'ydik, ya'ni mehmonlar xonasi. Endi tarafga uy o'zi juda ham chiroyli, juda ham shina. Men bu ursiqlar bilan Voy, svetni o'chirmadikmi? Yoqdi yonib qolib ketibdi. Ursiqlar bilan sal neakkuratni ko'rinyapti. Atak. Rosa ham shinam, juda ham chiroyli uy. Mana. Bu yer bitta kirganda boya aytganimdek, mana tualet. Chiroyligina bu yer Umidjonniki edi. Bitta bu narsalari. O'sha bu yerga yig'ishtirib bo'ldik. Hech narsa qolmadi, mamnunsin olsak. Va shunday burilganimizda yotoqxonaga ketishdan oldin o'ng tarafga qaraymiz. Bu yer closet. Bu yerni turmush o'rtog'im ishlatdi. O'sha narsalar olib tashladim, to'la turuvdi bu yer. Oyoq kiyimni pastga qo'ysa bo'ladi. Birikda men bilan olib qo'yish kerak endi.
oxirgi qolgan kiyimlar. Katta bu ham mana. Keyingi eshigimizga qaraymiz. Mana bundan keyin kichkinagina mana shunaqa salfetkalar, xullas, kerakli katta narsalarimiz turardi. Tozalash, laundryga ishlatadigan, kirga ishlatadigan narsalarimiz turardi. Yuvish vositalari, shunaqa narsalar. Mana katta joy bu ham, kladovkacha. Mana bu yerda esa eng katta yordamchi stiralniy mashinka. Kir yuvish mashinasi, quritgich va yuvadigan. Rosa zo'r LG niki edi, katta juda ham. Xo'p, endi men o'g'lim o'ynab olib kelib qo'ygan. Endi esa birinchi yotoqxonamizga kiramiz. Bismillah deb svetni yoqamiz. Svetlari ikkita, bunaqa sveti ham bor, bir deb ishlab ketadi faqat. Okay, bu Umidjon yotoqxonasi edi. Divani o'zi bor edi bu yerda. Divan bilan mana shkafi bor edi. Narsalar bor, qolgan narsalarni o'zi olib chiqarib tashladik. Gilamni ham ular kelib ko'tarib olib chiqaradi, o'rab qo'ydim. Bu yerda mana katta oyna, tashqari zo'r ko'rinadi. Ko'rsataymi? Mahallamiz ana tashqaridan 1-2 marta ko'rsatganman sizlarga. Bizani ham uyning rangi shunaqa kulrang mana. Xo'p, endi bu tarafga burilamiz. Kirganda mana bu Umidjon kechqurun xiraq bu yoqqa qo'yadigan svetchamiz. O'zi shunday xona, mana hozir yonmayapti, ko'ryapsizmi? Xona qorong'i bo'lsa, o'zi avtomatik yonadi. Bu yerda esa klozet, Amerikan uylarining eng katta plyusi mana shu o'zida joylashgan klozetlar, ya'ni bunaqa shkaf sotib olib o'tirmaysiz. Mana shu klozetlarga joylab qo'yaverasiz. Bu ham bo'shatib tashladik o'sha. Qulaygina. Shunaqa shinam, xona, mamuz ham ishlardi yozda. Ana kattagina. Xo'p, endi bu yerni svetini o'chiramizda, azizlarim. Keyingi xona bu master bedroom deyiladi. Deyarli hamma shu katta yaxshi house'larda master bedroomi bo'ladi. Ya'ni ota-onani xonasi bu yer. Ichida klozeti bo'ladi, ichida vanna tualeti bo'ladi. Svetimizni yoqamiz va tomosha qilamiz. Bu yerga ahamiyat bermaysizlar. Hozir kechda olib ketadigan narsalarimiz bo'lar, shuning uchun shu yerda turibdi. Yes, yig'ishni tashladimmi? Bu yerda televizor turadi. Shkaf bu uyning o'ziniki. Bularni biz olib ketamiz. Xo'jayinning ofisi edi bu yer. Buni ham olib chiqib tashlaymiz-ki. Mana bu manzarani ko'pchilik ko'rgan. Bu yerda qor yog'sa shunaqa chiroyli ko'rinardi. Shunaqa zo'r manzara, lekin mana shu yer to'g'risi. Bahorda ham mana shu daraxt ochiladi. Shunaqa chiroyli bo'ladi. Mana qorlarimiz erimagan, hali ko'p qor yog'di-da. Xullas mana bedroomimizni davom ettiramiz. Divan uyni o'ziniki edi. Biz ham bunaqa qo'yib ishlatdik tagiga. O'zi bu yerda oila yashamagan, hali oila qurmagan odam yashardi. Yosh yigitning uyi bu. Bunaqa qo'ydik alohida. Mana anadan ham tashqari mana shunaqa cover bo'ladi. O'z divanning ustiga qo'yadigan qalin, oddiy pressina emas-da. Shunaqa qalin, shunaqa olib ishlatgandik. Xullas, davom etamiz. Bularni keyin olib chiqamiz yana. Endi klozet. Mana katta klozetimiz bor. Shunaqa ichida meni hozir kelib ketadigan kiyimlarim turibdi. Chekkaga qo'yib qo'ysak yaxshiroq ko'rinar ekan. Narsalarni chiqarganimdan keyin klozetim katta ko'rinib qoldi. Kichkinagina hozir, lekin ichiga rosa ko'p narsa ketadi. Juda ham ko'p kiyim ketadi. Bu yerga uzun kiyimlar, oyoq kiyimlar, kalta kiyimlar, yana kalta kiyimlar, tepaga oyoq kiyim, sumkalar. Shunaqa kichkinagina, lekin bag'ri keng klozetcha bor. Bu yerda esa vanna tualet. Mana. Juda katta, lekin bedroom juda ham katta. Mana tualetim bor. Mana shunaqa anaqasi menga yoqdi. Chunki oldingi kvartiralarimda ikkalasi ham vannali edi, bunaqa tahorat olishga mana shu rosa qulay ekan, to'g'risi. Ham past toyib ketmaydi. Rosa zo'r. Juda ham qulay ekan shu.
Ammo tortmalari katta. Rosa ko'p narsani bag'riga olar ekan. Zo'r ekan shu. Ularni hali yaxshilab tozalashadi. Hozir ishchilar kelganda biz bo'shatib qo'ydik mana chiroyli qilib. O'chirib yuborsak. Umid sakrama bolam. Shunaqa mana. Manzara. Xonaga uncha yorug' tushmaydi-yu, quyosh chiqsa ozroq tushadi, lekin bu tarafga uncha yorug' tushmaydi. U tarafga ko'proq yorug' tushadi. Voy. Ana master bedroom bilan ham tanishdik bu yerda. Umidjonning xonasi. Mana shu ikkalasi ikkita yotoqxona hisoblanadi. Ikkita yotoqxona uy. Men qidirganingizda ham shunaqa chiqadi-da. Zal hisoblanmaydi, pas ham hisoblanmagan, lekin narxiga zo'r. Va bu uyni anaqasi ham bor. 2 minut hozir shuni mana shu eshikdan chiqib 2 minut yursangiz, даже 1,5 minut bilmadim. Baseyni bor. Mana shu mahallaning o'ziniki, shu faqat ichidagi odamlar uchun. Baseyni va fitness zali bor. Men baseynga ota-bola yozda rosa qatnashdi. Men ishlaydim. Uncha ko'p bora olganim yo'q baseynga. Umidjon maza qildi. Fitnessiga lekin bir oylar yaxshi bordi, maza qilib shug'ullanib. Yaqin uyga va shunaqa garaji bor, baseyni bor, fitnessi bor, ikkita xona, pastda bitta xona, oshxonasi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas va bu uyning narxi $3200 oyiga. Svet gazlar bilan 3500 lar atrofida to'lar edik biz. Nima deb o'ylaysiz? Uyga, Umid mana buni qimillatib tashladingmi bolam? Uy puliga arziydimi, yo'qmi? To'g'risi New Jersey uchun bu narx arziydi. Shunaqa qimmat, haqiqatan arzon, zo'r narx emas, lekin qimmat narx. Lekin uy arziydi to'g'risi. Juda ham zo'r, приятный uy. Remontlari zo'r, oshxonalari zo'r bo'lgani uchun, sharoitlari bo'lgani uchun juda ham zo'r. Xullas shunaqa, endi mana mayda chutilarni pastga olib chiqib tashlasak sekin-sekin. Sizlarga uyni obzori yoqdi degan umiddaman. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringizlar. Keyingi videomiz hammasi ko'chish, qayerga ko'chyapmiz, nima bo'lyapti, qayerga ketyapmiz, keyingi uyimiz hammasi xullas ko'rasizlar. Keyingi videoni kutingizlar.